Qrimda noqonuniy migratsiya sxemasi fosh etildi. Sud hukmi chiqdi. O'zbekistonlik muhojirga ham jazo tayinlandi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Yalta shahar sudi Markaziy Osiyodan kelgan qurilish ishchilari bilan bog'liq noqonuniy migratsiya ishini yakunladi. Tergovga ko'ra 60 yoshli Rossiya fuqarosi va uning 30 yoshli sherigi O'zbekiston fuqarosi Qrimda noqonuniy ishlashni istagan xorijliklarni topib, ularni qurilish obyektlariga joylashtirish sxemasini tashkil qilgan. Muhojirlarda patent, registratsiya bo'lmagan. Ishchilar xususiy uyda yashab, Yaltada qurilishda ishlagan. Sxema FSB va politsiya hamkorligida fosh etilgan. Jinoyat ishi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 322-1-moddasi 2-qismi A bandi bo'yicha ochilgan. Bu bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirilib, xorijliklarni noqonuniy yashashni tashkil etish. O'zbekistonlik muhojirlarga 5 yil 2 oy shartli ozodlikdan mahrum qilish, 3 yil sinov muddati, 200 ming rubl jarima. Rossiya fuqarosiga esa 5 yil 6 oy shartli jazo, 3 yil sinov muddati, 150 ming rubl jarima. Noqonuniy ish va hujjatsiz yashash faqat ishchilar uchun emas, tashkilotchilar uchun ham jinoiy javobgarlikka olib keladi. Arzon ishchi kuchi yoki oson sxema ko'p holatda sud zali bilan yakunlanadi.